Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Bozor Obzor kanal obunachilari. Sizlarga 3 million so'mdan 1 pagonometri tayyor bo'lgan oshxona mebelimizni obzorini qilishda boshladik do'stlar. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, narxlari, nimalar ishlatilgan, razmerlar bilan bir qator tushuntirib o'tamiz do'stlar. Xo'p, bu ishimiz razmeri kelsa uzunasiga 4 metr, balandligi esa 260 joyga tushadi. Bunimizni 1 pagonometri qanaqa deb tushunmayotganlarga eniga 1 metr, balandligi 260, masalan, uyingizda balandligi 260 bo'lsa, 260 ga eniga 1 metr, 1 pagonometr hisoblanadi. 3 million so'mga ashinga to'g'ri keladi. Agar menga bo'y kerak emas uka, bo'y pastroq bo'lsin desa 1 metr 2 milliondan 4 milliongacha bor. Joizga o'lchab yasab bera olamiz. Xo'p, bu ishlarimiz razmeri kelsak, xo'p, akril materialda bo'lgan, balandligi 260, uzunligi 4 metr razmeri. Xo'p, akril material, chekalari PVX kromka, bu yoniga esa final qismini propan balonga joy qilganmiz do'stlar. Undan tashqari esa rabotchi zona va bu yerga esa gaz. Undan esa vitichka, tepalari esa antresol yaxshisidan bo'lgan do'stlar. Bu yerga esa duxovkangizni qo'yasiz. Undan keyin esa kattagina keng rabotchi zona va bu yerda esa mo'kasi, simsitili va shushulkasini joylaganmiz. Undan tashqari esa bu yerda esa musor paqir va esa qosh soladigan paddomadan esa davutchilar esa o'zi tortadigan vakuum yaxshisidan bo'ladi esa. Mexanizmlari ham 60 kg, 70 kg bemalol ko'tara oladigandan baquvvat yaxshisidan ishlaganmiz do'stlar. Xo'p, tepasiga esa bunimizni oqqa seriyada kombinatsiya qilganmiz do'stlar. Korpusidan tortib eshigiga pomni PVX apparatda yopishgan. Xudo xolasa xizmatingizni qiladigandan starshinsalar ham 4 cm qalin yaxshisidan suvga issiqqa chidamligidan bo'lgan do'stlar. Kerak bo'lsa zavodda o'zi mashinasiga esa 10 yil garantiya beradi. Ko'nglingiz to'q qilib bemalol qildira olasizlar do'stlar. Xudo xolasa hijolat qilmaydigandan bo'ladi. Undan tashqari esa do'stlar joylariga qanaqa high-tech xohlang, bez ruchka, xohlang esa ruchkaligidan xohlagan dizayningizda borib joylariga o'lchash, dizayn chiqarishlar besplatni esa xudo xolasa qilib o'rnatib bera olamiz do'stlar. Xudo xolasa shoshilmasdan ko'rib turinglar, tayyor ishlarimizni razmerini ham o'zim esa bir chekkadan ko'rsatib boraman do'stlar. Xo'p do'stlar, qarang, bularga keladigan bo'lsak 3 metrga, balandligi esa 220. Shu turishi pagonometr metriga emas do'stlar. Bular konvert har kunlik aylanadigan chiqadigan ishlarimiz. Shu turishi esa do'stlar 6,5 million so'm. Akril materialda stalshinsalari qalin, orqalari granit yaxshisidan bo'lgan, svetlari 3 xil yonadi. Bunga ham duxovka, gaz vitichka tusha oladi. 6,5 millionning ichida esa bitta do'stlar mo'kasini, tepasiga shoshulkasini qo'shib beramiz bonusga do'stlar. Bunimiz esa 270 ga, balandligi 220, akril material, bu ham stalshinsalari qalin. Shu turishi 5 million so'm, mo'kasi misita shoshulka bonusiga bo'ladi do'stlar. Undan tashqari menga no klastika do'stlar, Crashing'ning NDF-dan kerak uka deydiganlarga esa bunimiz Crashing'ning NDF-da balandligi 270 ga, uzunasi esa do'stlar 380 cm bo'lgan. Buni esa do'stlar qaranglar, e'tibor beradigan joyi ustalari tosh bo'lgan. Bunaqasiga esa 265 cm bo'lgan. Hammasi mana zavod stalshinsa 60 bo'ladi. Bundan kattasi bo'lmaydi. Buni esa space toshda 65 cm qilib qo'yib, ichlarini esa chuqurligini 50 cm qilganmiz. Keng ishlatadigan maza qilib chuquridan bo'lgan. Bu yerga esa final qismlari, shushulkalari bo'ladi do'stlar. Mo'kasi ham o'ziga quyiladi. Adini mo'ka olishi shart emas do'stlar. Xo'p do'stlar, bunimizni 1 pagonometrini 4 million so'mdan joylarga xohlagan rangingizda, xohlang ko'k, xohlang oq, xohlang bir xilda tomli oq qilib beramiz do'stlar. Rangini farqi yo'q. Xohlasangiz menga mana bu rangni deb ko'rsating, ashir rangingizda chiqarib tayyorlab bera olamiz do'stlar. Agar yo'q, menga sal arzonroq bo'lsa, usti tosh bo'lmasa ham, rossiyskiy stalshinsadan qo'yib beraver uka deydigan bo'lsangiz, summasi chiqib ketadi do'stlar. Undan tashqari bu yerga esa kargo shushulka, bu yerda esa qosh soladigan paddom, bu yerda oq-yoq ziravorlarga bunday hamma sharoitlar qilingan, musor paqirlari esa ichida komplet, xudosa hamma yo'g'ini zo'r qilib qilganmiz do'stlar. Svetlari esa tagida 3 xil yonadi do'stlar. Bu yerga esa final, ichalari ham chuqur, tortmalari ham davutchi yaxshisidan qo'yib qilganmiz do'stlar. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xohlagan razmeringizni, xohlagan dizayningizda qilib, olib borib o'rnatib ham bera olamiz do'stlar. Xohlang high-tech variantda, xohlang Crashing'ning NDF-dan, xudo xolasa razmerini ishda dizaynni farqi bor. Agar misolga o'zingiz bironta bir internetdan yo bo'lmasa bir qo'shningizdan bironta mebelni ko'rib qolgan bo'lsangiz, yoqqan bo'lsa, uka menga mana mebel chiqarib ber deydigan bo'lsangiz, biriga bir qilib chiqarib beramiz. Nuqul bitta oshxona, boshqa xohlagan spanli bo'ladimi, shkaf bo'ladimi, detskiy bo'ladimi, perehoshka bo'ladimi, xohlagan mebellaringizni joylarga olib borib, o'rnatib, yasab chiqib bera olamiz do'stlar. Materiallarning farqi yo'q. Xudo xolasa xohlagan rangingizda kelishilgan holatda uyingizga borib, birga dizaynni chiqarib, qilib, yasab, o'rnatib bera olamiz do'stlar. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shunaqa mebel istab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar do'stlar.